Xo'p, assalomu alaykum. Xo'sh, bugungi darsligimiz legendarniy 16-18 zonalarni aniqlash va to'g'ri kirish, to'g'ri chiqish joylarini belgilab aytib o'tib ketamiz. Agar tradingda tushunmaydigan yangi odam bo'lsa, iltimos YouTube'ga kirib, tradingda noldan o'rganish deb turib, boshqa kanallarda, boshqa odamlarda videosini ko'rib, sal tushuncha olib, bu narsani tomosha qilishni tavsiya qilaman. Ya'ni biz o'rgatyap turgan narsa yosh treyderlar uchun emas, sal tajribasi borlar uchun. Ya'ni trading tushunchasini, bozorda tushunchasini bilib oladiganlar uchun. Xo'p, Fibonacci, ya'ni 1618, 1618 legendarniy zonani to'g'ri aniqlash, bu haqida YouTube'da juda ham ko'p darsliklar bor. To'g'risi, ko'pi yaxshi tushuncha va qayerlarda kirish, qayerlarda chiqish haqida aytib o'tilmagan. Biz bugun ponni shu narsani boshidan oxirigacha tushuntirib boramiz. Ya'ni o'zimiz ishlab, grafikda tekshirib, arxivlar tekshirib, har bittasini tekshirib boramiz. Ya'ni bo'lmasam boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib Fibonacci'da nastroyka qilib olamiz. Hammalaringizda Fibonacci har xil holatda bo'ladi. Men xuddi shuni xohlasanglar shu yerda skrinshot qilib olib, o'zlaringiz xuddi shunaqa qilib moslab olsanglar bo'ladi. Ya'ni men bu yerdagi ko'k zonalar, havorang zonalar shu yerga kirganda men bitim ochaman. Qizil zonalar, ikkala qizil 0 bilan 2236 zonalar, bular stop loss zonalar. Ya'ni shu yerga bozor kelsa, imkon qadar bozorga qarab turish kerak. Ya'ni stop lossga yaqin holatda keladi. Shu holatda yopib yuborishingiz mumkin degan haligi nima desa bo'ladi. Oldindan signal vazifasini bajarib turadi. Ya'ni bozor trend hali ham uptrend yoki downtrendda qarab tur degan ma'noni anglatib turadi. Xo'p, xuddi shunaqa zonalar belgilab olasizlar. Fonda xohlasanglar ko'rinadigan, ko'rinmaydigan qilib olsanglar bo'ladi. Menga o'rtachasi yaxshi. Xo'p, bu yerda xohlagan narsalaringizni qo'yasizlar, xohlasangiz perevod, ya'ni buni o'chirib qo'ysanglar yaxshiroq ishlab beradi. Ya'ni men o'zim xuddi shunaqa qilib o'chirib olib ishlayman. Xohlasanglar senasini, ya'ni shu yerga narx kirganda shunaqalar chiqarib olsanglar bo'ladi. Lekin ular kerak emas. Asosan menga xuddi neobычный, xuddi shunaqa holat yaxshi. Xo'p, okey deb bosamiz va Fibonacci'da to'g'rilab oldik. Xo'p, endi asosiy trend liniyani topamiz. Mana hozir bozorda holati, ya'ni trend liniyani qanday qilib, trend qanday qilib topishni ko'rsatib boramiz. Qaranglar. Avval minimal nuqtadan yaxshilab qarasanglar maksimal nuqtaga shunday tortasizlar. Bu yerda bizga kerak bo'ladi mana bitta atkat, bu ikkinchi atkat yetib bormagan, bu uchinchi atkat. Shu uchala atkat o'sha bizga bozorda asosiy trend liniyani ko'rsatib beryapti. Xo'p, hammasini o'chirib yuboramizda, xuddi shunaqa qilib yana tortamiz. Ya'ni xo'p, tortganimizda qarabsizlarki, shu yerda atkat berilgan. Ya'ni bozor buzdim, men selga qarab o'zgaryapman degan signalni beryapti. Shu yerda biz Fibonacci'da ya'ni buydan selga o'zgaryapti turganligi uchun birinchi minimalga qo'yib, maksimalga qarab bitta tortamiz liniya. Maksimalda 0 turadi, minimalda 1 turadi. Ya'ni birinchi atkat berilgan zonasi. Xo'p, qaranglar, simulyatorda bitta orqaga qaytaraylik shu yerda. Xo'p. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, bozor atkat beryapti. Atkatini qayerdan bilamiz desanglar, shunday bozor tushadi, rikoshet beryapti turgan holatda, ya'ni bozor orqaga qaytib turgan holatiga shunday birda chizib olasizlar. Keyingi vazifamiz biz xuddi shu zonalarga yetib kelganda biz buy sell ochsak bo'ladi. Stop lossni iloji boricha 0 dan ozroq tepaga qo'yamiz. Ozroq tepaga, bitta bir 10 pips yoki 15 pips tepaga qo'yamiz xolos. Xo'p, keyin davom etib ketaveramiz. Bizda bozor ishga tushdi. Где-то hozir hisob kitob qilib ko'ramiz. Necha pips уже bozor yurib berdi. 1 soatlik time frame'da bozor biz kirgan nuqtadan уже 900 punkt yurib berdi. 900 pips to'g'rirog'i. Bu yerda 9572 ko'rsatadi, lekin asosiy bozor yurib bergan harakati 900 pips, ya'ni bir kun ichida xuddi shuncha yurib beryapti. Asosiy trend liniyani xuddi shunaqa qilib shakllanishiga o'zi asosan 3 kun, 4 kun vaqt ketadi. Biz ishlab oladigan narsa kichkina time frame'lardan 15 minutlik, 5 minutlik time frame'lardan bu narsa o'xshab beradi. Iloji boricha katta time frame'larda ishlagan yaxshi, chunki maza qilib ishlaysiz. Ko'nglingiz to'q bo'ladi. 5 minutliklarda siz aytgan zonaga boradi-da, sirazi boshqa yoqqa qarab ketib qolishi mumkin. Shuning uchun shu yaxshiroq variant.
Xo'p, bu uptrenddagi, ya'ni uptrend downtrendga o'zgarib turgandagi holatni topdik. Endi teskari taraf, ya'ni downtrend uptrendga qarab o'zgarib turgan holatini topamiz. Uptrendga qarab o'zgaryapti. Xo'p, bu yerda bozorda chizib olganmiz. Bu nuqtaga yetib kelmagan, bozorda chizib olyapmiz-da, simulyatordan bitta orqaga qaytaramiz. Bozor buzildi. Bozor buzilgan holatidan biz atkatini ushladik. Ya'ni juda atkat qildi. Shu zonadan bozor orqaga qarab yuraman men deyapti. Xo'p, shu yerdan yana biz buyga kirishimiz mumkin. Stop loss ozgina pastroqda bo'ladi, take profit tepada bo'ladi. Xo'p, bozorimiz ishga tushdi. O'sha bizni aytib o'tganimizdek bozorga qarab tur, men o'zgaryapman degan zonagacha keldi. Aytmoqchi, shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketay. Bu bitta xo'p. Bu ko'rsatib o'tgan liniyalarimiz, mana ko'k chiziqlar, har bittasi bittadan limit qo'yamiz. Ya'ni bitta 0.1 ochamiz, bu yerga bitta 0.1 ochamiz, bu yerga 0.1 ochamiz, bu yerga prosta tak kuzatish degan narsa. 3 ta dona zelkamiz bor. Uchala zelkani bu zonalarda yopamiz. Ya'ni bir nuqtada bitta yopamiz, 16-18 zonalarda bitta, keyin 17-18 zonalarda bitta yopamiz. Jami 3 ta take profit bor. Take profit birimiz bu asosiy hamisha kelib beradigan zona, ya'ni garantiy 16-18 zona ham garantiy. Faqatgina ozroq muddat, ya'ni 1 kun, 2 kun ketib qolishi mumkin. Lekin bir zonaga xudo xolasa 1 kunda yetib kelishi mumkin. Buni ham bilib bo'lmaydi. 90% shunaqa o'xshab beradi. Xo'p. Atrobutgasini ko'ramiz. Uje kelib bo'ldi bizning bozorimiz. Uje где-то qancha? 1300 pips. Normalniy. Xo'p. Endi seldagi holatni ham ko'ramiz, qaranglar. Bozorda bitta-bitta analiz qilib ketaveramiz. Bu ichki trend liniya, bu tashqi trend liniyamiz. Bu yerda bozorda ko'ryapsizlar, bitta atkat beryapti, ikkita atkat beryapti. Ya'ni bozorda trend liniyamiz juda kuchliligi uchun ko'proq atkat beryapti. Va bu yerda bozorimiz buzilyapti. Bu zonada bozor buzilyapti. Xo'p, hammasini udalet qilamiz, boshqadan chizamiz. Trend liniyamiz juda buzildi. Biz xuddi shu yerda Fibonacci'da mana minimalidan maksimalga qarab tortamiz. Xuddi shunday qilib narxni orqaga qaytaradigan bo'lsak, bozorimiz xuddi shu holatda, ya'ni trend liniya buzildi. Buzilgandan keyingi holat. Shu narx atkat beryapti. Biz mana shu uchala zonada bozorga bitimga kiryapmiz, ya'ni selga bitimga kiryapmiz-da, atrobutkasini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Stop lossni ozroq tepaga qo'yishimiz kerak. Ya'ni bozor har xil holatda yurishi mumkin. Stop lossga yetib turib, yana buyga yoki selga qarab tushib ketishi mumkin. Xo'p, atrobutkasini ko'rganingizda mana 16-18 zonagacha shunday kelyapti-da, shu zonani yopib turib, teskari tarafga qarab yurib ketyapti. Xo'p. Bu narsa bozorda 90% o'xshaydi, 90%. 10% shu faqatgina yangiliklar, har xil birorta muammolar bo'lmasa o'xshamay qolishi mumkin. Xo'p, bu yerda mana oddiy ko'z ilg'aydigan narsa, ya'ni birinchi atkatdan minimalga qarab tortyapmiz. Ya'ni uptrendda, ya'ni downtrend uptrendga qarab o'zgaryapti turganda, birni tepaga, 0ni pastga qo'yiladi. Uptrend downtrendga o'zgaryapti turganda, bir pastda, 0 tepada bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib joylab oladi. Agar Fibonacci'da menikidaqa bir xil qilib nastroyga qo'ysanglar, xuddi shunaqa o'xshab beradi. Xo'p. Bu yerda mana 1 nuqtamiz va 0 nuqtamiz qo'yilyapti. Bunisiga emas, birinchi, ya'ni kuchli bozor chiqqan zonaga qo'yiladi xolos. Xo'p. Dalish ketamiz. Xo'sh. Xuddi shunaqa qo'yiladi va bozorda holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni mana uchala zonamiz, biz o'zimizni uchala zonamiz, narx uchala zonaga kelyapti, juda take profitga qarab ketyapti. Uje bu qo'yishim shart emas, uje libo odam shundi bittada. Xo'p. Stop loss ozgina pastroqqa, take profit o'sha teparoqqa. Jami bu yerdan 1400 pips. Xuddi shunaqa bozor yurib beraveradi. Xo'sh, qaranglar bolalar. Bu yerda bozorda mana hozir men bu tarafini ko'rsatgan bo'lsam, endi bu tarafini ko'rsatamiz. Xo'p. Asosiy trend liniyani tortamiz. Bu tashqi trend liniya, ya'ni ikkinchi rikoshet beradigan joyni chizib oldik va ichki trend liniyani ham chizamiz. Ichki trend liniya. Ya'ni bu yerda narxni ko'ryapti turgan bo'lsanglar,
Bu yerda bitta atkat, bu yerda bitta atkat, ikkita atkat ekan, 3 ta atkat, 4 ta atkat bo'lyapti. Biz qanday Fibonacci'ni qo'yamiz? Xo'sh, Fiboda mana birinchi buzilib o'tgan joyidan maksimalga qarab bitta tortamiz. Endi bu 1 soatlik time frame'dan juda ko'p bo'lyapti-yu, no zo'r effekt beradi. Qaranglar. Uchala zonadan sell kirilyapti. Ya'ni uptrend, downtrendga o'zgaryapti turganda qayergacha ishlash mumkin degan narsani olib kelib beradi xolos bu narsa. Xo'p, kelyapti. Kiryapmiz, take profit 1 da olyapti. Yana bozor ozgina orqaga qaytib turib, srazu oqib beryapti. 16-18 legendarniy zonagacha. Jami bu yerda pipsimiz, bozorda kirgan zonamiz, kirgan zonadan chiqqan zonagacha 450 pips yuryapti. Ya'ni 4,5 ming o'zini hisob kitoblaricha, lekin 450 pips yuryapti bozor. Xuddi shunday. Xo'p, bu yerda flag bo'lgan, ya'ni bozor tepa past bo'lgan, bu yerda kirilmaydi, o'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar. Xo'p, endi bu yerda yana tashqi trend liniyamiz, keyin ichki trend liniya. Ichki trend liniya, tashqi trend liniya. Yana bozorni orqaga qaytaramizda. Xo'p, xo'p, bozor keldi. Birinchi atkat beryapti. Shu birinchi atkatiga Fiboda qo'yamiz, minimumga qarab tortamiz. Minimalga qarab bitta tortganimizda, xo'p, bizga chiqarib beryapti. Mana uchala zona, mana shu uchala zonaga narx kelganda, xohlang birinchisiga kelganda kiring, faqat limit qo'yiladi bu yerlarga. Limit qo'yib qo'yasiz, bozor keladi, o'zi olib yana tepaga qarab chiqib ketadi. Xo'p, atrobutkasini ko'ramiz. Bozor keldi, 0.68 da oldi va bizni take profitimizni уже oldi. Xuddi shunday bozor yuraveradi. 90% xudo xolasa o'xshab beradi. 10% o'xshamay qolish mumkin. Xo'p. Xo'sh. Bu yog'i up bo'lib ketyapti. Chunki bu yerda mana liniyani bitta tortamiz. Juda ham yaxshi yurib bergan bozor. Xo'p, birinchi atkat qilgan va minimali tortamiz. Xo'p. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Uje men bu narsani qo'ysam ham, qo'ymasam ham o'zlar tushunyapsizlar. Stop loss ozgina pastroqqa, take profit tepaga bo'ladi. Va atrobutkasini ko'rishlaringiz mumkin. Uje biz aytgan zonagacha yetib borib, yog'iga ham o'tib ketganlar. Xo'p, xuddi shunaqa. Hammasini o'chiramiz. Bu yerda down trend qilgan bo'lsak, bu yerda up trendnikini qilamiz. Ya'ni bu tashqi trend liniya, bu ichki trend liniya. Ichki trend liniya. Ichki trend liniyaniga bitta, ikkita, uchta, to'rtta atkat bo'lyapti-da, biz Fiboda minimalidan maksimaliga qarab bitta tortamiz. Tortganimizda bizga bitta zonaga kiryapti xolos, mana bitta zonamizni ishlab beryapti xolos. Qolgan uchala zonagacha yetib bormagan, lekin take profit olgan. Bir zimda olgan. Ya'ni 10 dan boshlab bir kun, ya'ni 4-5 soat ichida yaxshilab pips yuryapti. Jami xo'p 2,5 ming bo'lsa 250 pips yurib beryapti. 001 dan bitta lot ochilsa ham 20 dollar degan narsa. 28 dollar ekan darsh. 28 dollar pul ishlanyapti. Bitta zelka, bitta analiz. Bu yerda oddiy trend liniya va Fibo bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Xo'p. Bu yerda ham mana bor. Ya'ni trend liniya buzilyapti. Minimalidan maksimaliga qarab tortilyapti-da. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana buyga qarab, yana signal ishlab berilaveradi. Xo'p, jamini qilsangiz уже yetib borgan. Chunki bu yerda stop lossga kelmagan, yurgan xolos. Bunga sabab o'rtada flag bo'lgan, ya'ni tepa past bo'lgan xolos. Flag hosil bo'lgan. Bozor bir tarafda emas, lekin ishlab bergan. Uzoq muddatli bo'lsa ham, ya'ni 27-noyabrdan 11-dekabrgacha, ya'ni 13 kunda biz aytgan nuqtagacha yetib borgan, lekin katta masofa. Xo'p. Bu yerda ham mana asosiy trend liniya. Trend liniyamiz. Trend liniya kelgan bitta, ikkita, uchta, to'rtta atkat bo'lyapti-da, 4-atkatidan biz bozorga kirishimiz kerak. Xo'p, Fiboda qo'yamiz. Minimaldan maksimalga qarab bitta tortsak. Biz aytgan zonagacha kelmagan, bu holatlarda bozorga kirilmaydi. Ya'ni bu yerda kichkina flag hosil bo'lganligi uchun o'zi bozorga kirilmaydi. Lekin bitta atkat beryapti, o'sha atkatidan biz kirishimiz kerak. Lekin biz aytgan nuqtagacha yetib kelmagan, lekin bozor uchib ketib qolgan. Xo'p.
Xuddi shunaqa qilib ishlanaveradi. Asosiy trend liniya shunday tortiladi. Asosiy trend liniya 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10-15 ta atkat bo'lyapti-da. Fibonacci'da minimaldan maksimalga tortamiz. Mana shu uchala zonamiz. Uchala zonaga narx yetib kelganda biz savdoga kiramiz. Ya'ni sellga. Up trend, down trendga o'zgaryapti turganda, mana yuqoriga o'suvchi trend sellga o'zgaryapti turganda, ya'ni bitta buzadi, buzgan zonasiga yana qaytib boradi. Qaytib borganda biz savdoga kiramiz. Bu telefonda ham, kompyuterda ham hammasida bir xil ishlab beradigan narsa. Xo'p. 1 soatlik time frame, endi 15 minutlik time framelarda ham hammasida ishlab beradi bu narsa. Bu yerda ham ishlab bergan. 15 minutlik time frame'da Fibonacci minimaldan maksimalga birinchi minimal, birinchi maksimal. Bunga qo'yilmaydi hech qachon. Ya'ni birinchi maksimal, birinchi minimal bo'ldi. Boshqa ikkinchi avloddagi, kelajakdagi, o'tmishdagilarga emas. Shu bo'ldi. Shu uchala zonaga narx kiradi. Sizlar bitim ochasizlar, o'xshab beradi, xudo xohlasa. 90% o'xshaydi, 10% o'xshamay qolishi mumkin. Qachonki, qaranglar, shu narsani ham tushuntirib o'tay. Uptrenddagi narsa liniyamiz. Hozir. Uptrenddagi narsa downtrendga o'zgaradi. Shunda biz ikkinchi atkat beruvchi zonasidan kiramiz. Buni qanday topamiz desanglar, tushuntirib o'tdim, hozir liniyalarda ham o'taman. Shunday tortiladi, trend liniya tortiladi. Bu yerda ko'ryapsizlar, birinchi atkat, ikkinchi atkat bo'lyapti-da, uchinchisida buzyapti. Balkim bu holatda yana dars ketib turib, qachonki buzgandagina faqatgina savdoga kiradi. Qachonki bu kelajakda, o'tmishda farqi yo'q. Qachonki buzilganda kiriladi. Xo'p, Fiboni bitta tortamiz. Tortganimizda xuddi shu zonalarimizga yetib keladi narx. Yetib kelgandagina faqatgina bitimga kiramiz. Xuddi shu uchala zona, boshqa zonalar emas. 0,236 zonalarda yoki 0 zonalarda kirilmaydi. Faqat shu uchala havorang zonalarda kiriladi. Tek profitlar mana shu 1, 2, 3 bo'ldi. Endi liniya holatida ko'rib chiqamiz. Mana qarasanglar, biz hozir chizib bergan liniyamiz ana bu selldagi holati, kelgan, narx kelgan, urilgan, tepilgan, netilgan bo'lyapti-da, bitta buzib beryapti. Ya'ni asosiy trendda ma'noda o'zi asosiy trendda buzib beryapti. Asosiy trend buzilyapti. Biz xuddi shu zonamizdan buzib turib, atkat qilgan holatida bozorga kirishimiz kerak. Hozir tepada chizib o'tirgan narsa. Fiboda ham xuddi shunaqa qo'yiladi, ya'ni maksimaldan minimalga qarab tortiladi. Bo'ldi. Xuddi shunday ishlab berilaveradi. 100% ishlab, 100% emas, 90% ishlab beradi, 10% ishlamasligi mumkin. Xo'p. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol lichkaga yozsanglar bo'ladi. Xudo xolasa qo'shimcha strategiyalarni har kuni emas, haftada 1 marta, 2 marta qilib kanalga tashab boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.